Ha. Yo, 1 million dollarni o'sha yerga hayda, o'sha shotga. Normalniy. O'tkazib yuboraver, men o'zim bilaman uni. O'tab turgin. Alo. Assalomu alaykum. Ha. Yo, Dubayga bo'lmaydi. O'tgan gal Dubayga gaplashganlaring menga yoqmadi. Sababi anaqa gastitsani sal neto'g'ri gaplashib qo'yibsizlar. Ndo 5 yulduzli normalniy gastitsa gaplashlaring, gaplashsang o'sha yerga borsak bo'ladi. Davay. Hop. Assalomu alaykum. Keling. Qayerga kelgan aka? Anaqa Toshkent City'ga. Toshkent City. Bo'ldi. Tezroq haydasang. Xo'p bo'ladi. O'zing yaxshimisan, ukam? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Anchadan bir kira qilasanmi? Da, aka, 6-7 oy bo'ldi. 6-7 oy bo'ldi. Yaxshi. Qancha topasan bir kunda? 300-400 ming topamiz kuniga. Bitta restoranda chivi shundoq qoldirib ketaman o'sha pulni. Endi aka nasibaga yarasha. Mayli, omading bersin sana, omadingni bersin, gazini bossin. Mana Hilton'ni shundoq kirishiga to'xtatib olsang bo'ladi, ukam. Necha pul bo'libdi? 19 ming aka. 19 ming? Taksi ham qimmat bo'lib ketibdi. Ha, endi ancha yurib qo'ydingda. Mana 20 ming. Minsimliging bormi ish qilib? Hozir qarayman aka. Qarab berchi. Bo'la qolsin-chi. Hozir aka. Xo'p. Mana aka. Rahmat. Mayli ukam, sog' bo'lgin, charchamagin. Salomat bo'ling boy aka. Ularimiz bir so'mi yo'q boyvachcha. Qarzga zanjir taqvogan, kreditga minvogan, boy maskani taqvogan, bir so'mi yo'q boyvachcha. Qo'yolmas uyga eshik, yapta beton u kerak. O'zi paypog'i teshik, bir so'mi yo'q boyvachcha.